Mingo davridagi eng sirliq ikki cho'ng ishbirlik tashkiloti Juntong bilan Juntongning qaysisining huquq hammadan cho'ng, qaysi hammadan qabih. Mingo tarixining tumanlari ichida Juntong bilan Juntong agib o'tkul bo'lmaydigan mavjudiyat. Bu ikki cho'ng ishbirlik organi ham Jiang Zexining hukmronligini qo'g'daydigan muhim vosita. Ham Mingoning siyosiy ekologiyasiga eng yuchurin ikki kuch. Juntong bilan Juntong ular manbadash, ammo ular har kim o'z yo'lida minib, o'zining ish taqsimoti bo'yicha o'zaro kurash qilib, suiqasd va qonliq yosh bilan to'lgan tarixni birlikda yozib chiqqan. Eng avval paydo bo'lgani Juntong bo'lib, u Kuomintang ishbirlik guruhining asosi. Juntongning to'liq nomi Jungu Kuomintang Markaziy ijroiya komiteti tekshirish statistika idorasi bo'lib, Juntong bu nomning davlat tiliga qisqartirilma nomi. 1928-yili Jiang Zechi Kuomintang Markaziy komiteti tashkilot bo'limida partiya ishlar tekshirish bo'limi ta'sis qildi. Mana bu Juntong guruhining eng dastlabki ibtidoiy shakli bo'lib, Qingguofu, Chunlufu aktivlarining kontrolligidagi Kuomintang partiyasi Markaziy komitetidagi tashkiliy apparat edi. Dastlabki mezgillarda Juntong faqat partiya ichida yotlarni tekshirish, nazorat qilishga mas'ul bo'lib, Kuomintangning partiya ichidagi soqchisi hisoblanadi. Uning kuchi ancha cho'ng emas edi. 1932-yilga kelganda bu partiya ishlarini tekshirish bo'limi alayda xodimlar bosh tabiq kengaytirildi. Sirtqi qarta yana partiya ishlarini tekshirish bo'limining vazifasi esildi. Amniyatda huquqiy zo'r darajada o'sib ketgan bo'lib, shu on mas'ul bo'lib ishlagan mezgillarda Juntongning tarmoq apparatlari oliy maktab, madaniyat tashkilotlari kengayib, maxsus ilg'or ideyalarni nazorat qilib tizginlab, Jungo Kommunistik partiyasining yarasi partiya a'zolarini o'z qo'llab tutgan. Vositasi barbara qabihlashib borgan. 1932-yili Kuomintangning yana bir ishbirlik organi bo'lgan Juntongning tekli rasmiy dunyoga keldi. Juntongning to'liq nomi bo'lsa Pirqi davlat harbiy ishlar komiteti tekshirish statistika idorasi bo'lib, Jiang Zechi gullantirish jamiyati, ya'ni atalmish ko'p kimliklar jamiyatining ishbirlik boshqarmasidan o'zgartib tashkillangan. Deyli boshqarma boshliqligini ustiga olgan. Juntong guruhining Juntong guruhi bilan bo'lgan o'xshamaydigan yeri shuki, Juntong guruhining asosiy harbiy sistema tabiiy bo'lib, yadroliq a'zolarining ko'pinchisi Huangpu harbiy maktabini bitirgan o'quvchilar. Asosiy harbiy axborot egallash mas'ul. 1937-yilga kelganda Yapon bosqinchilariga qarshi umumyuzlik urush portildi. Jiang Zechi axborot kuchini birlikka keltirish, shundaqla bir-birini cheklash uchun bu ikki ishbirlik sistemasini butunlay birlashtirib, Milliy hukumat harbiy ishlar komiteti tekshirish statistika idorasini qurdi. Bu idora 3 boshqarmaga bo'lingan. Birinchi boshqarma partiya ishlar boshqarmasi bo'lib, aslidagi Juntong guruhidagilar mas'ul bo'lgan. Shu inzom boshqargan. Ikkinchi boshqarma harbiy soqchi boshqarmasi bo'lib, yana Deylining gullantirish jamiyatining ishbirlik boshqarmasi asosida o'zgartirilgan. Uchinchi boshqarma pochta telegraf tekshirish boshqarmasi bo'lib, Dingmo boshqargan. Bu chaqda ikki guruhdagilar texnik rasmiy uy yarimiga bo'lib, bir cho'ng oilaga tabiiy edi. Juntong bilan Juntongning haqiqiy uy yarishi 1938-yilda yuz bergan. Jiang Zechi ma'lum bir tarafdan o'z oldiga zo'rib ketishning oldini olish uchun bu qo'shib etilgan apparatni qaytadan ayirish to'g'risida rasmiy buyruq tushirgan. Birinchi boshqarma oldi bilan mustaqil bo'lib, Markaziy komitet statistika idorasiga o'zgartirilgan. To'liq nomi Jungu Kuomintang Markaziy ijroiya komiteti tekshirish statistika idorasi bo'lib, Kuomintang Markaziy Pirqisiga tabiiy partiya sistemasining tashkiliy apparati edi. Shu inson davomli boshqarma boshlig'ini ustiga olgan bo'lib, Juntongning nomi qaytadan asliga keltirildi. Orqadan ikkinchi boshqarma mustaqil bo'lib, Juntong idorasiga o'zgartirildi. To'liq nomi qo'shitishda ilgirki idoranomiga o'xshash bo'lib, Pirqi davlat harbiy komiteti tekshirish statistika idorasi deb ataldi. Juntong Kuomintang harbiy komitetiga tabiiy bo'lib, armiyaning bevos boshqarishida bo'ldi. Nomida He Yaozu idora boshlig'i, amniyatda huquq tutquni yana muavin idora boshlig'i Deyli edi. Jiang Zechi ayni vaqtda Juntong Pirqi davlatining quliqi, Juntong Pirqi davlatining mushti degan. Bu siz ikkisining ish taqsimotini to'g'ri yig'inchoqlagan bo'lib, Juntong va Juntong shundan boshlab ikki organga bo'linib, har qaysi o'z yo'liga minib, Mingo jamiyatining siyosiy muhitini bulg'ab etgan. Shundan keyin Juntong guruhi bilan Juntong guruhining funksiyasi uzil-kesil ayirib etildi. Biri partiya uchun tozalashga mas'ul bo'lsa, yana biri harbiy qismni nazorat qildi. Oldi bilan Juntong guruhi ustida to'xtalaylik. Uning yadroliq vazifasi ichki qismni boshqarish bo'lib, Kuomintangning partiya ishlarini nazorat qilish apparati edi. Qingguofu, Chunlufu aktivlar uningga tayinib partiya ishlarini kontrol qilib, Jiang Zechiga qarshi kuchlarni tozaladi. Mayli Guangxi guruhi, Wang Jingwei guruhi bo'lsin yoki Jiang Zechiga qoyil bo'lmagan boshqa guruhlar bo'lsin, hammasi Juntongning nazorat qilish doirasida bo'lib, Jiang Zechining mustabid hukmronligini mahkam qo'ydi. Ideyani kontrol qilish jihatda Juntong guruhining kuchi butun mamlakatdagi oliy maktablar, axborot vositalari va madaniyat tashkilotlari tarqalgan bo'lib, ilg'or kitob jurnallarni tekshirib ma'ni qilib, o'quvchilar va ziyolilarning har bir harakatini nazorat qilib, demokratik ideya, boshqacha fikr bo'lsa darhol zarba berib, fuqarolarni ilg'or ideya bilan uchrashtirmadi. Uningdan boshqa Kompartiyaga qarshi turish Juntong guruhining dastlabki mezgildagi asosiy kasbi bo'lib, Jungo Kommunistik partiyasining yarasi tashkilotlariga uzoq muddat buzg'unchilik qilib, partiya a'zolarini tutib, ularni inson qalbidan chiqqan qiyin qisqalar bilan boshqa sabdoshlarini ma'lum qilishga, har qaysi partiya tashkilotlarining uchurlarini ma'lum qilishga istagan. Ular Kuomintang hukmronligidagi rayonlarda ko'p qatim kompartiya a'zolariga ziyonkashlik qilish voqealarini paydo qilgan. Juntong dastlabki mezgilda Jungo Kommunistik partiyasi Markaziy komiteti alayda bo'limining asosiy kuchsinichiga raqibi bo'lib qolgan. Juntong tutqun qilish, yoshirin o'ltirish, qurolli hujum qilish, qiyin qisqa qilish usuli orqali Chu Chubey, Deng Junsha, Chen Tengchu, Mao Zemin, Lin Jilo, Bo Shiwen, Qin Yaoshan, Huang Shizong qatorliq partiyamizning nurg'un rahbariy kadrlarini o'ldirgan. Undan boshqa Juntong guruhidagilar Jungo Kommunistik partiyasi Markaziy komiteti, yerlik partiya apparatlari, yarasi partiya tashkilotlari, 8-armiya va 4-armiyadagi nurg'un rahbariy kadrlarni qo'lga olib, turmada nahaq o'ldirib etgan.
Junton yana yerlik pirxi bölümüge tayinib, axbarat to'ri qurib, zavod, ijtimoiy tashkilot va asosiy qatlam mahallalarga cho'nqur cho'kib, ommaning ahvolini nazorat qilib, demokratik harakatlarga zarba berib, nazorat qilish tizgilashni jamiyatning har qaysi taraflarigacha to'liq qoplatqizib, jamiyatda har 3 odam bir yerga kelsa, ichidagi birisi cho'qim Juntonning ishpiyoni deydigan qarashni shakllantirib, kishilar orasida o'zaro ishonmaydigan holatni shakllantirgan. Junton guruhining faoliyat doirasi asosan Kuomintang partiyasining ichki qismida bo'lib, armiya va jandarm sistemasiga chetilmaydi. Tashkiliy qurilmasimi nisbatan chechilangu, butunlay partiya ishlari sistemasiga tayindi. Ish unumi nachar bo'lgancha istil janjishi tarafidan ayiblanib kelgan. Hamda Juntonga qaraydigan bo'lsak, uning yadroliq vazifasi sirt hujum qilish, armiyani kontrol qilish bo'lib, Kuomintangning harbiy o'tkir pichiqi deb atalgan. Juntonning ish bajarish surati va vositasi Juntonnikidan qabih va taxim zo'ravon. Ularning vazifasi birinchidan harbiy axborot bo'lib, Junton maxsus Yaponiya armiyasi, Jungo Kommunistik partiyasi rahbarligiga har qaysi qurolli qismlar va yerlik amaliy kuchga ega guruhlarning harbiy axborotlarini to'plagan. Yana Kuomintang armiyasining ichki qismini nazorat qilib, to'plan ko'tarishning oldini olgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urush mezgilida Junton Yaponiya armiyasining nurg'un murakkab maxfiy shifrini yeshib, sansizlagan ochiqlik strategik axborot bilan ta'minlagan. Masalan, Yaponiya armiyasining Pearl Harbor portiga tuyuqsiz hujum qilish muddasini Junton guruhidagilar oldin hukm qilgan va Amerikaga topshirib bergan. Gerçi Amerika Juntonning bu axborotga ahamiyat bermagan bo'lsa-mu, lekin buningdan Juntonning amaliy kuchini ko'rib olgan bo'ldi. Ikkinchidan, Junton dushman arq sepida harakat qilishga mas'ul bo'lib, Yapon bosqinchilarga qarshi urush mezgilida Junton qo'ldan ketgan rayonlarga ichkirilib kirib, sadoqatmanlik bilan vatanni qutqarish armiyasi qatorliq qurolli kuchlarni tashkillab, partizanlik urushini qanot yaydirib, Yaponiya armiyasining qatnash liniyasi, qurollari qisqaratiga buzg'unchilik qilib, Yaponiya armiyasiga cho'ng avorchilik tug'dirgan. Uchinchidan, Junton guruhi xayollarni tazalash harakatining keng qanot yaydirgan bo'lib, bu Juntonning eng danglik ish izlaridan biri hisoblanadi. Shundaqla Yapon bosqinchilariga qarshi urush mezgilidagi muhim tuhfalardan biri bo'lib, Yapon bosqinchilariga qarshi urush mezgilida Junton vatan xayollari qarta ko'p qatim yo'chirin o'ltirish olib borgan. Masalan, 1940-yili Yaponiya yo'lab chiqargan Shanxay shahrining qo'rchoq boshlig'i Fu Shaowen, Yaponlar setilib ketgan Shanxay Qingbang guruhining katibishi Jang Shaolinni Juntonning alayid xodimlari qaslab o'ldirib, Yapon bosqinchilari va qo'rchoq kuchlarni qattiq cho'chitib, bir mezgil kishilarni muayyanlashtirishga erishgan. Junton alayid xodimlari yana Samayu podshohning alayid elchisi Takasukini qaslab o'ldirish, Shanxay Yaponiya saqchi jandarmasining katibishi Akagiyo Hyononi qaslab o'ldirish, Nanjing zaharli aroq voqeasida Yaponiya kanton armiyasining katta boshlari va Yaponiya diplomatiya xodimlarini qo'llab qaslab o'ldirish, atalmish Shimol Jungo avtonomiya hukumatining qo'rchoq raisi Vatan xoni Jang Jingyoni etib o'ldirish, qo'rchoq hukumatining diplomatiya ministri Chin Luni etib o'ldirish, Mingo hukumatining sobiq so'nglisi taslimchi Tan Shaoyini chandab o'ldirishdek nurg'un klassik qaslab o'ldirish harakatlarini muvaffaqiyatli tamomlab, Yapon qarshi urushda cho'ng to'p ko'rsatgan. 1938-yildan 1945-yilga bo'lgan 7 yilda Junton alayid xodimlari Yaponiyaning ministr darajalikdan yuqori amaldorlari va Yapon armiyasining mayor general darajalikdan yuqori qo'mondonlaridan 515 kishini, qo'rchoq hukumat xodimlari, vatan xayollari, taslimchi va Yaponiyaga setilib ketgan junguluq savdogarlardan 18944 odamni qaslab o'ldirgan. Bular yanada to'liq bo'lmagan statistika bo'lib, amaliy buningdan ko'p bo'lishi mumkin. 4-dan Junton zo'ravonlik bilan vazifa ijro qiladigan bo'lib, yo'shirin o'ldirish, tutqun qilish qatorliq maxfiy harakatlarga moyir. Ichki urush mezgilida Junton ilg'or kuchlarni texnik g'aljirlarcha bostirgan. Amaliyotda Jungo Kommunistik partiyasining Yaras partiyasini oqtirib tutib, o'zining Yapon qarshi urush mezgilidagi nomini butunlay bulg'ab bo'lgan. Ular hatto Qarqulini Rais Mao Zedong, Judo, Zhuoenlai, Liu Shaoqi qatorliq rahbarlarga so'zgan bo'lib, lekin baxtga yarasha yomon niyati amalga oshmagan. Shundaqdimi bo'ldi qilmay partiyamiz va armiyamizning oz bo'lmagan kadrlarini nohaq o'ldirgan. Yapon qarshi urushdan keyin Juntonning ikki qo'li butunlay qonga bo'yalgan. Junton guruhining tashkiliy qurilmasi Junton guruhinikidan ko'p puxta bo'lib, xodimlarining ko'pinchisi Xonpo harbiy maktabidan kelgan yoki kasbiy tarbiyalangan alayid xodimlar. Ularda harbiylashgan shtat yo'li qo'yilgan. Har bir alayid xodimlarning harbiy unvoni bor. Ularning eng gullangan mezgilida Junton alayid xodimlari 40 mingdan 50 minggacha bo'lib, faoliyat doirasi jang maydoni, qo'ldan ketgan rayonlar, hatto chet ellarni qoplagan. Huquq va ta'sir kuchi Junton guruhidan xalali ishib ketgan. 1937-yildan 1945-yilgacha Junxo millatlarning hayot mamatlik ochiqlik mezgili edi. Milliy haqqoniyat oldida Junton bilan Junton vaqtincha ichki kurashni tashlab birlikda Yapon bosqinchilariga qarshi turdi. Lekin ichki ziddiyat va surkilish azaldan to'xtab qolmadi. Oldi bilan Juntonning Yapon bosqinchilariga qarshi urushdagi tuhfasini tilga olsak, bu mezgil Junton tarixida oz uchraydigan yuqori palla mezgili edi. Bayat tilga olgan maxfiy shifr yashash xayollarini tozalash harakatidan boshqa Juntonning yana bir muhim hamkorligi bor. Yana 1943-yili Junton bilan Amerika hamkorlik o'rnini qurib, Junton xodimlari Amerikacha qurollar va mashina qabul qilib, dushman arxipelagi 50 mingdan ortiq partizanlar qismini tarbiyalab, portlatish, tuyuqsiz hujum qilish qatorliq harakatlarni qanday yaydirib, Yapon bosqinchilariga qarshi urushning g'alabasi uchun nurg'un kuch chiqargan. Statistika qilinishicha, Yapon bosqinchilariga qarshi urush mezgilida Junton etib o'ldirgan Yapon bosqinchilari va qo'rchoqlarning soni 18 mingga eshib ketgan. Vayron qilgan Yapon armiyasining aslahalari sonsiz bo'lib, dushman arxipelagi Yapon bosqinchilariga qarshi muhim kuch edi. Buni har kim inkor qilish bo'lmaydi. Lekin Yapon qarshi urush oxirlashgandan keyin Juntonning alayid xodimlari diqqatini Jungo Kommunistik partiyasiga qaratib, Jungo Kommunistik partiyasining rahbariy kadrlarini qaslab o'ldirish harakatini boshlagan. Shuning bilan Juntonning jinoyati Yapon qarshi urush mezgilidagi ularning tuhfasini asosan yuvib o'tgan. Endi Juntonga qaraydigan bo'lsak, uning Yapon bosqinchilariga qarshi urushdagi roli nihoyat cheklak.
Bir tarafdan tashkiliy chechilang'u, unumi tuvan bo'lg'achqa chetga qilib qolgan. Nurg'un tuhfalarni Juntong bo'lib ketgan. Yana bir tarafdan uning Juntong bilan bo'lgan ziddiyati keskinlashib, hamma kishilar biladigan maxfiyatlik aylanib ketgan. Ikki guruhning katta boshlari Deyli bilan Shuan o'zaro bir-biriga urg'olab, xayollarni tozalash, axborot egallash sohasida qattiq tirkishib, nurg'un sachchiliklar paydo qilgan. Jang Jeshi dal mush fursatdan foydalanib, bu ikkisining kuchini tamponlashtirib, ularni bir-birini iskanjaga oldigan holatga keltirgan. Texi muhimi Juntong guruhi Kompartiyaga qarshi turish niyatida yanmay Kuomintang bilan Kompartiya hamkorlashib birlikda qurib, Yapon qarshi turayotgan jiddiy mezgilda Jungo Kommunistik partiyasi tashkilotiga astardan buzg'unchilik qilib, Jungo Kommunistik partiyasi bilan Kuomintang partiyasining ikkinchi qadamli hamkorlikni past faoliyatga tushirib qo'ygan. Juntong guruhi bilan ichki qurash paydo qilib, Yapon bosqinchilariga qarshi urushda ancha cho'ng tep qo'shalmasmi to'xtamasdan avarchilik paydo qilib turgan. Biroq to'pisning cho'ng kichik bo'lishi yoki ichki jihatda bu tepishdan qat'iy nazar milliy haqqoniyat va davlat munqariz bo'lish oldida ikki organ va ularning tarkibidagi xodimlar vatan sotquchlik qilib Yaponlarga bosh egadigan, vatanga qoyillik qilgan sachchilikni qilib boqmagan. Garchi ularning kompartiya a'zolari va xalq ommasiga aytilgan jinoiy qilmishi chekdan oshgan bo'lsa-mu, lekin davlat manfaat oldidagi ish harakatlarini obyektiv jihatdan yanada muayyanlashtirishga bo'ldi. Shundaqdimi ularning Yapon bosqinchiligiga qarshi urush mezgili va ozodlik urush mezgilidagi Jungo Kommunistik partiyasi va Jungodagi har millat xalq ommasiga elib ketgan balo ofatlarini tarix menga unutib qolmaydi. 1945-yili Yapon bosqinchilariga qarshi urush g'alaba qilgandan keyin Juntong guruhi bilan Juntong guruhi yuqori pallaga chiqqan bo'lsa-mu, lekin zavalliq va yustishining burilish nuqtasini kutib olgan. Eng oxirida Kuomintang hokimiyatining mag'lub bo'lishiga ergishib, uzil kesil chaqchagidan o'sib ketgan. Oldi bilan Juntongning tuyuqsiz gullanishi va halok bo'lishini ko'rib boqaylik. Yapon bosqinchilariga qarshi urush g'alaba qilgandan keyin Juntong guruhining huquqi yuqori pallaga yetib, soqchi, qatnash, boj qatorliq nurg'un tarmoqlarni kontrol qilgan. Alayda xodimlar butun mamlakatga tarqalib, Kuomintangning yerosti hukumatiga aylanib qolgan. Shundaqdimi Juntongning yaxshi kunlari uzoqqa bormadi. 1946-yili 3-oyning 17 kuni Juntongning rivoyatli kattibishi Deyli aeroplan hodisasida qazo qildi. Juntong ko'zni yumib ochqicha tayanchsiz qoldi. Ichki qismdagi guruh kirishi uzil-kesil portlab, tashkiliy qo'limizni qalayim-qalashib ketdi. Shu yili 10-oyda Juntong davlat mudofaa ministrligi maxfiyatlikni saqlash idorasi qilib o'zgartirilib tashkillanishga majbur bo'ldi. Jang Jimin idora boshlig'i, Maurenfang muavin idora boshlig'i bo'ldi. Juntong garchi ismini o'zgartgan bo'lsa-mu, yana kompartiyaga qarshi koni kasbini tashlamadi. Lekin shundan boshlab ularning amaliy kuchi kundan-kunga ajizlab ketdi. 1949-yili Kuomintang mag'lublab Tayvanga chekindi. Juntongning davom bo'lgan maxfiyatlikni saqlash idorasi Tayvanga chekindi. Keyin asosda Tayvan axborot sistemasining bir qismiga aylanib, ta'sir kuchi bargancha ajizlab, ayni yillardagi hayvasini yo'qotdi. Endi Juntongning zavalliq yuz tutishi va oxirlashiga qarab boqaylik. Siziqdan purkatgan Juntongning zavalliq yuz tutishi Juntongnikidami baldur boshlangan. 1945-yili Juntongning rahbari Shuanzong xiyonatchilik qilish, chiriklashish vazifasini ado qilmaslik sababidan Jang Jeshi tomonidan vazifasidan olib tashlandi. Juntong guruhi yadroliq arbobidan uzil-kesil ayrilib qolib, kuchi yanada ajizlab ketdi. Shundan keyin Juntongning nomi ko'p qitim o'zgartirildi. 1947-yil 4-oyda Juntongning nomi partiya a'zolari aloqa idorasiga o'zgartirildi. 1942-yil 2-oyda yana Ichki ishlar ministrligi tekshirish idorasiga o'zgartirilib, partiya ishlar sistemasining qo'shimcha apparatiga aylanib qolib, ayni yillardagi huquqidan mahrum qildi. 1949-yil Kuomintangning cho'ng quruqlikdagi hukmronligi uzil-kesil yimirildi. Juntong guruhining cho'ng quruqlikdagi tashkilotimi uningga ergishib uzil-kesil yimirildi. Tayvanga chekingandan keyin Juntong asta-asta chetga qilib, tarixning chang to'zonlar ichida yo'qolib ketdi. Juntong va Juntongning tarixi Mingo siyosiyasining murakkab ixcham ko'rinishi. Biz uningga obyektiv muomala qilishimiz, Yapon qarshi urush ko'rsatgan to'pisini unutib qolmasligimiz, ularning jinoyatiga sal qaramasligimiz kerak. Juntong guruhi bilan Juntong guruhining jinoyatini tilga olganda ularni bir o'ringa qo'yilishi bo'lmaydi. Juntong guruhi jinoyati chekidan oshgan asabiy tashkilot bo'lib, xalq va tarix uni mangu kechirmaydi. Lekin Juntongni tilga olganda uning yanada ilmiy nuqtadan qarash to'g'ri keldi. Juntongning Yapon bosqinchiligiga qarshi urushda ko'rsatgan to'pisi nihoyat ko'p. Bundan boshqa Juntongning axborot xizmati tajribasi, masalan, shifrlash texnikasi, partizanlik urush taktikasi, alayda xodimlarni tarbiyalash tajribasi Yangjungning axborot organlari va Guan organlarini muhim o'rnak bilan ta'minlagan. Yana kelib ularning tashqi dushmanlikka qartilgan jasuslik texnikasi Jungo axborot tarixidagi nurg'un rivoyatlarni barliqqa keltirgan. Lekin Juntongning Jungo Kommunistik partiyasi har qaysi demokratik partiyalar va xalq ommasiga qartilgan qonliq dilolari nihoyat ko'p bo'lib, Juntongning bu jinoyatlari ularning to'pisining ko'p qismini yepib ketgan. Shunga Juntongning to'pisi yanada ularning jinoyatini yepib qola olmaydi. 1949-yili Kuomintang hokimiyatining cho'ng quruqlikda gumron bo'lishiga ergishib, Juntong va Juntongning cho'ng quruqlikdagi hukmronligi uzil-kesil oxirlashdi. Tayvan chekingandan keyin Juntong bilan Juntong maxfiyatlikni saqlash idorasi va ichki tekshirish idorasi nomi bilan davomli mavjud bo'lib turdi. Lekin barbara chetga qilib, ayni yillardagi huquqning yuqori pallasiga qayta olmadi. Jang Jeshi mustabid hukmronligining quroli bo'lgan ikki cho'ng organ uzoq muddat kompartiyaga xalqqa qarshi siyosatdan yo'l qo'ygan. Ular nurg'un fojialarni paydo qilib, sansilgan Jungo Kommunistik partiyasining a'zolarini, ilg'or zotlarini va demokratik jangchilarni qirg'in qilib, demokratik siyosiy musofiga ig'ir buzg'unchilik qilgan. Yapon bosqinchiligiga qarshi urush mezgilida yana Jungo Kommunistik partiyasining qurolli kuchlari bilan ko'p qatim surilish paydo qilib, arg'i buzg'unchilik qilgan. Ichki urush mezgilida inqilobni texnik g'aljarlik bilan bostirib, ikki qo'li xalqning issiqqini bilan bo'yalgan. Garchi tashqi dushmanlarga qarshi turishda az-to'la to'pisi bo'lsa-mu, lekin ularning jinoyati tarixning la'nat turikiga mangulik maqlandi. Bundan boshqa ularning ichki qismida chiriklik, zo'rlik, zo'mbilik qilish, tepshish ig'ir
bo'lish Gomindang hokimiyatining mag'lub bo'lishini tezlatgan. Tegteklidan aytganda ularning hammasi mustabid hukmronlikning qo'lchimoqchilari.